Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani Karimning bir oyatida bizga shunday ravishda murojaat etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala qarshında oylarning sonlari 12. Ham shu oylarning 4tasi turunda Allah subhanahu wa ta'ala davom etib arba'atan hurumun dey. Ya'ni 4tasi haram oylardan dey. Ham shu oylarning birisi ulda bo'lsa Rajab oyi. Rajab oyi ayırılıp qo'yilgan oylarning birisi. Ramazan oyының oldindan kelgan oylarning birisi ulda bo'lsa Rajab oyi. Ham alhamdulillah Allah Teala'nın rahmeti bilan shu oyga akirnab oyoq basabız. Allah subhanahu wa ta'ala tarafından belgilab qo'yilgan, ayırılıp qo'yilgan oylar ulda bo'lsa shu 4 haram oy ham Ramazan oyi. Lakin shu Rajab oyi turunda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o'zining bir hadis sharifida bizga tag'in bir shunday ma'lumot bera, ulda bo'lsa shu oyni ismi Shahrullah dey. Ya'ni Shahrullah ulda bo'lsa Allah Teala'ning oyi deb aytadi. Ya'ni bu oy Allah subhanahu wa ta'ala tarafından ayırım ravishda belgilanib qo'yilgan, maxsus ayırılıp qo'yilgan haram oylardan ham shu vaqtda Rabbimizning oyi deb aytsak da yolg'ish bo'lmas. Şuna göre de bu aydağı kılgan izgilikler, bu aydağı tutulgan nafil urazalarımız, kılgan gamel gıybetlerimiz yukarı dereceye kötürlü. Bu vakitte savapka erişir için, Allah Teala'nın rizalığına, Rabbimizin rahmetine erişir için mene degen bir mümkünlük, mene degen bir fırsat. Şu gününü, şu vakitlerini, yani Recep ayının günlerinde tutulgan nafil urazalar, adam balasının günahlarını şistartırga bir sebepçi bular deb aytıladi. Cehennemden yiragayır üçün tağın bir sebepçi bular deb aytıladi. Şuluq vaqtda Rajab ayı ulda bolsa bir azirlik, Ramazan ayı kilune bir haber, ham şuluq vaqtda şuna azirlenir üçün bir mümkünlük, bir fırsat. Nafil urazalarımızı tutup bu vaqtda özümüzni sınap qaray alabız. Ramazan ayına azirligimizni şu vaqtda başlay alabız. Ham şulayıq. Bu ay ulda bo'lsa Rajab oyi tavba oyi. Allah subhanahu wa ta'alaga murojaat etib, Rabbimizga tavba va istig'forlar qilib, shunday ravishda duolarimizda Rabbimizga murojaat etsak, duolarimiz, tavba istig'forlarimiz qabul bo'lar. Gunoh kimchiliklarimizdan arınırga tirishib, nashar odatlarimiz, nashar amallarimizni qoldirishga tirishib, Rabbimizga murojaat etsak, Rabbimizdan kuch-quvvat so'rasak, Rabbimiz bu duolarimizni qabul etmishi qoldirmas. Şu vaqtda Allah subhanahu wa ta'ala bu duolarimizni qabul etir. Tavba va istig'forlarimizni qabul etib, gunohlarimizni shestartir, ham izgilikka yo'llarimizni ochib jibarir. Bu mümkünlük bilan, bu fursatlar bilan qo'llanib, Allah Teala'nın rizaligina hamma bizga da erishirga nasib bo'lsin. Amal g'ibodatlarimizni, izgiliklarimizni orttirib, turmushimizni nurlantirib jibarik. Rajab oylarimiz muborak bo'lsin.